Aldım. Meni aptimni ko'rsatmay, mana buni ko'rsatsangiz bo'lmaymi? Bo'ldi. O'sha aptimda olmang. Dag'ini olib o'ring. Aptimda oling, aptimda oling. Aptim olinmasin. Gaping. Hurmatli Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, men 11 yildan beri ko'chadaman. Sudiyaga meni 3 ta mansabdor shaxs, Taxtachi tumani hokimi Rahimov, Sudiya Tuyg'un Qurbonov va ichki ishlar 3 ta mansabdor shaxsning O'zbekiston Respublikasi JPKning 205-moddasi hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 206-modda mansab soxtakorligi, 231-modda adolatsiz hukm bilan 11 yildan beri ko'chadaman. Meni ishimda mana endi 11 yildan beri bormagan idoram, bormagan joyim Bosh prokuratura, Oliy sud va kengashlarga kelyapman. Yodgor oldiga kim necha marta kelib sudyaning holati bo'yicha menga xulosa bering deb turib yozgan arzalarim besamar ketib, mana haligacha ko'chadaman. Mana endi menga uy joyim buzilgan, davlatnoma tuzilgan, kafolat xati berilishiga qaramay menga bitta molxonani ta'mirlab beraykan bo'ldi degan holatga kelyapti. Nima sababdan inson manfaati qayda qoldi? Mening moddiy ma'naviy zararim 11 yildan beri meni Alloh bergan jonimizga qasd qilishgacha, o'ldirishgacha borib, hattoki ko'chalarda meni odam yollab quvdirib va o'ldirishgacha odam yollayapti. Hurmatli Prezident, meni qonun holatida ko'rib chiqishingizni va qabul qilishingizni so'rayman. O'zbekistonda qonun ustuvorligi qayerda va kim tomonidan meni fuqarosini ijobiy natija qilayotgan idorani izlayman.